Agar siz pensiya, nafaqa, aliment, ish haqi yoki bank kartangizga tushadigan puldan qarz uchun ushlab qolinayotganini ko'rgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki amaliyotda ko'p odamlar qarzim bor ekan. Demak, hamma pulimni ushlab qolishlari mumkin deb o'ylaydi. Yo'q, unday emas. Qonunda qaysi puldan ushlab qolish mumkin? Qaysi pulga umuman tegish mumkin emas. Qancha foizgacha ushlab qolish mumkinligi aniq belgilangan. Eng muhimi, sud ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi yoki boshqa to'lov qiluvchi tashkilotlarga pulni ushlab qolishni taqiqlashi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday bo'lgan, hozir nima o'zgardi? Kim o'z pulini qaytarib olishi mumkin? Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak va qayerga murojaat qilish kerak? Bu mavzu nafaqat pensionerlar, balki aliment oluvchilar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar, ish haqi kartasi bloklanganlar, kredit qarzi borlar va sud qarori bo'yicha majburiy ijro jarayoniga tushganlarning barchasiga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aniq qilib aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday huquqiy ma'lumotlar pulingizni saqlab qolishi mumkin. Avval amaliyotda ko'p hollarda shunday vaziyat bo'lardi. Odamning qarzi bor, masalan bankdan kredit olgan, kommunal qarzi yig'ilgan, aliment bo'yicha qarzdorligi bor yoki sud qarori asosida boshqa shaxsga pul to'lashi kerak. Keyin ijro hujjati majburiy ijro byurosiga tushadi. MIB ijro ishini ochadi va qarzdorning daromad manbalariga so'rov yuboradi. Agar qarzdor pensiya olayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, ish haqi olayotgan bo'lsa, ish beruvchiga, bank kartasi bo'lsa, bankka talabnoma yuboriladi. Shundan keyin puldan ma'lum qismi ushlab qolinadi. Muammo shundaki, amalda ba'zan hamma pul bir xil ko'rilgan. Ya'ni odamning kartasiga tushgan pul nima ekaniga chuqur qaralmagan. Bu pensiyami, nafaqami? Bolalar puli yoki nogironlik to'lovimi? Moddiy yordammi, alimentmi yoki oddiy ish haqimi? Natijada odam yashash uchun mo'ljallangan eng zarur pulidan ayrilib qolgan. Masalan, bir pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Uning eski kredit qarzi bor. Har oy pensiyasidan 6 ming so'm ushlab qolinadi. Qolgan 6 ming so'mga u dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, yo'l xarajati, ba'zan qarindoshlarga borish xarajatini qoplash kerak. Bu deyarli imkonsiz. Yana bir misol, yolg'iz ona bola puli yoki nafaqa oladi. Kartasiga 600 ming yoki 700 ming so'm tushadi. Bank kartasida oldingi kredit qarzi bo'lgani uchun avtomatik yechib olinadi yoki hisob bloklanadi. Ayol esa bu pul bolam uchun davlat tomonidan berilgan, nega bank olib qo'ydi deb hayron qoladi. Aslida ko'p hollarda bunday ijtimoiy to'lovlarga alohida himoya qo'llanadi. Lekin odamlar buni bilmagani uchun shikoyat qilmaydi. Ariza yozmaydi. Natijada pulni qaytarib olish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Hozirgi o'zgarishlarning mazmuni shuki, sudlar va vakolatli organlar borgan sari to'lov manbasini alohida tekshirishga, qonunda ushlab qolish taqiqlangan yoki cheklangan pullarga nisbatan himoya choralarini qo'llashga e'tibor qaratmoqda. Agar pul sizning yashashingiz uchun eng zarur ijtimoiy to'lov bo'lsa, agar ushlab qolish qonunda belgilangan chegaradan oshgan bo'lsa, agar ijro hujjati noto'g'ri qo'llanayotgan bo'lsa, sudga murojaat qilib ushlab qolishni to'xtatish va noqonuniy ushlab qolingan summani qaytarishni talab qilish mumkin. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Chunki pensiya qarz undirishda eng ko'p nishonga olinadigan daromad turlaridan biri. Agar sizning qarzingiz bo'lsa va pensiyangizdan har oy pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, darhol 3 narsani tekshiring. Birinchisi, ushlab qolish nimaga asosan qilinyapti? Sud qarorini, ijro varaqasimi, notarial ijro yozuvimi, soliq qarorimi yoki bankning ichki shartnomasimi? Ikkinchisi, qancha foiz ushlab qolinyapti? Uchinchisi, sizning pensiyangiz turi qanday? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Kompensatsiyami yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Oddiy misol keltiraman. Akbar aka 18 yoshda oyiga 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U 2021 yilda 20 million so'm kredit olgan. Keyin kasal bo'lib to'lay olmagan. Bank sudga bergan. Sud qarori chiqqan va ijro ishi ochilgan. Pensiya jamg'armasi har oy 900 ming so'm ushlab qolmoqda. Akbar aka qolgan 900 ming so'mga yashayapti. Bu holatda birinchi tekshiriladigan narsa 50% ushlab qolish qonuniy asosga egami yoki yo'qmi? Ayrim qarz turlarida ushlab qolish miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin. Ayrimlarda esa qat'iy cheklovlari bor. Agar ushlab qolish ortiqcha bo'lsa,
Akbar aka sudga yoki MIBga ariza bilan murojaat qilib, ushlab qolish miqdorini kamaytirishni talab qilishi mumkin. Agar u nogiron bo'lsa, doimiy davolanish xarajatlari bo'lsa, qaramog'ida boshqa shaxs bo'lsa, bu holatlar albatta ko'rsatilishi kerak. Ikkinchi toifa ijtimoiy nafaqa va yordam pullari oluvchilar. Bu yerda eng ko'p xatolik bank kartalari orqali yuz beradi. Chunki kartaga turli manbadan pul tushishi mumkin. Ish haqi, pensiya, bola puli, aliment, qarindoshdan o'tkazma, moddiy yordam. Agar bank yoki ijro organi kartadagi pulning kelib chiqishini ajratmasa, ijtimoiy to'lov ham ushlab qolinishi mumkin. Masalan, Nilufar opa 2 farzandiga nafaqa oladi. Har oy kartasiga 1 million 1 ming so'm tushadi. Shu kartasida oldingi mikroqarz bo'yicha 2 million so'm qarzi bor. Pul tushishi bilan 1 million 1 ming so'mning hammasi yechib olingan. Bu holatda Nilufar opa bankdan hisobvaraq ko'chirmasini olishi, pul aynan ijtimoiy nafaqa sifatida tushganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani olish va bankka hamda MIBga yozma ariza berish kerak. Agar ular qaytarmasa, sudga da'vo kiritish mumkin. Uchinchi toifa aliment oluvchilar. E'tibor bering, alimentni undirish bilan aliment oluvchining pulini qarz uchun ushlab qolish boshqa masala. Aliment bolaning ta'minoti uchun beriladi. Agar ona yoki otaning shaxsiy kredit qarzi bo'lsa, bolaning aliment puli hisobidan u qarzni yopish har doim ham qonuniy bo'lavermaydi. Masalan, ona farzandi uchun har oy 1 million so'm aliment oladi. Shu kartaga bank kredit qarzi uchun avtomatik yechim qo'yilgan. Natijada aliment keladi va bank yechib oladi. Bu yerda bolaning manfaatlari buziladi. Bunday vaziyatda aliment ekanini ko'rsatuvchi sud qarori, ijro hujjati yoki MIB ko'chirmasi bankdagi tushum izohi asosiy dalil bo'ladi. 4-toifa ish haqi oluvchilar. Ish haqidan ushlab qolish mumkin, lekin bu ham cheksiz emas. Ish beruvchi yoki buxgalteriya MIBdan xat keldi. Hammasini ushlab qolamiz deyishi mumkin emas. Odatda ma'lum foiz chegaralari bor. Xodimga yashash uchun ma'lum qismi qolishi kerak. Misol uchun, Javlon 3 million so'm maosh oladi. Unda 2 million so'm kredit qarzi bor. Buxgalteriya 2 million 400 ming so'mni ushlab 600 ming so'm qoldiryapti. Bu holatda Javlon ijro hujjatini ko'rishni talab qilishi, ushlab qolish foizini aniqlashi agar ortiqcha bo'lsa, ish beruvchiga yozma e'tiroz va MIBga shikoyat berishi kerak. Og'zaki gaplashish yetarli emas. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizda hech qanday ijro ishi bo'lmasa, sud qarori bo'lmasa, bank bilan kechiktirilgan qarzingiz bo'lmasa, soliq yoki jarima qarzlaringiz bo'lmasa, oddiy to'lovlar bo'yicha xavotirga asos yo'q. Lekin baribir kartangizga tushadigan pullar manbasini nazorat qiling. Chunki ba'zan bir xil ism-sharif, eski qarz, noto'g'ri identifikatsiya, bekor qilingan qaror yoki yopilgan ijro ishi bo'yicha ham blok qo'yilishi uchraydi. Odam qarzi yo'q deb yuradi, lekin kartasi bloklanadi. Bunda ham darhol bankdan va MIBdan yozma ma'lumot olish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchisi, pulni ushlab qolish taqiqlandi degan gap hamma qarzlar avtomatik bekor bo'ldi degan emas. Qarz bor bo'lsa, saqlanib qoladi. Sud faqat ma'lum manbadan yoki ma'lum miqdorni ortiq ushlab qolishni noqonuniy deb topishi mumkin. Masalan, pensiyadan ehrim foiz emas, 20% ushlab qolinsin deyishi mumkin. Yoki bolaning nafaqasiga umuman tegilmasin deyishi mumkin. Lekin bankka bo'lgan asosiy qarzingiz yo'qolmaydi. Shuning uchun odamlar sud taqiqlagan ekan, endi qarzimni to'lamayman deb xato qilmasin. Masala qarzni qanday va qaysi manbadan undirishda. Ikkinchi nozik shart. Bank shartnomalarida avtomatik yechib olish bandi bo'lishi mumkin. Siz kredit olganingizda qarzdorlik yuzaga kelsa, bank mijozning bankdagi boshqa hisob varaqlaridan pulni yechib olishga haqli degan bankka imzo qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Lekin bunday bank ham qonundan yuqori emas. Agar hisobga tushgan pul qonun bilan himoyalangan to'lov bo'lsa, bank shartnomadagi umumiy bandga tayanib hamma pulni olib qo'yishga haqli emas degan pozitsiyani himoya qilish mumkin. Buning uchun yana pul manbasini isbotlash kerak. Uchinchi nozik jihat. Pul kartaga tushgandan keyin aralashib ketadi. Masalan, bir kartaga pensiya ham tushadi. Farzandingiz yuborgan pul ham tushadi. Kichik savdo-sotiqdan tushgan pul ham tushadi. Keyin bank yoki ijrochi hisobdagi pul umumiy pul. Qaysi biri pensiya, qaysi biri boshqa tushum ekanini ajratish qiyin deyishi mumkin. Shuning uchun men doim tavsiya qilaman, ijtimoiy to'lovlar uchun alohida karta yoki alohida hisob yuriting. Pensiya bir kartaga, ish haqi boshqa kartaga, tadbirkorlik tushumi boshqa hisobga tushsin. Shunda nizoli holatda sizga isbotlash oson bo'ladi.
To'rtinchi nozik jihat, ijro hujjatining turi juda muhim. Aliment qarzi soliqqa yetkazilgan zarar, jinoyat oqibatidagi zarar, bank krediti, soliq qarzi, jarima, kommunal qarz bularning har birida undirish tartibi va ustuvorligi farq qilishi mumkin. Masalan, aliment bo'yicha qarzda davlat bolaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi va ushlab qolish miqdori boshqa qarzlarga nisbatan boshqacha bo'lishi mumkin. Bank krediti bo'yicha esa qarzdorning yashash minimumi, daromad manbasi, ijtimoiy holati ko'proq ahamiyat kasb etadi. 5-nozik jihat, qarzdorlik bo'yicha bir nechta ijro ishi bo'lishi mumkin. Masalan, sizda bitta bank krediti, bitta aliment qarzi, bitta jarima va bitta kommunal qarz bor. Har bir alohida ijro hujjati bo'yicha yuritiladi. Agar bir vaqtning o'zida pensiyangizdan, ish haqingizdan va kartangizdan pul ushlansa, umumiy ushlab qolish miqdori haddan tashqari oshib ketishi mumkin. Bu holatda siz ijro organiga mening daromadlarimdan jami ushlab qolish qonuniy chegaradan oshib ketmoqda, oilaviy va moddiy ahvolim og'irlashmoqda deb murojaat qilishingiz kerak. Har bir ijro ishining raqamini ko'rsatish zarur. 6-nozik jihat, noqonuniy ushlangan pulni qaytarish mumkin, lekin vaqt juda muhim. Agar pul bir marta ushlangan bo'lsa, siz darhol ko'chirma oling, ariza yozing, talab qiling. 1 yil bo'ldi. Endi esladim desangiz ham murojaat qilish mumkin, lekin isbotlash qiyinlashadi. Muddatlar masalasi ko'tariladi. Shu sababli karta yoki pensiya hisobingizdan pul yechilganini ko'rishingiz bilan birinchi kunning o'zida bank ilovasidan skrinshot qiling, bankdan rasmiy ko'chirma oling, to'lov izoni saqlang. 7-nozik jihat, og'zaki javobga ishonmang. Bank xodimi biz hech narsa qila olmaymiz. MIB xodimi sistemada shunaqa. Pensiya jamg'armasi xodimi bizga xat kelgan, ushlab qolamiz deyishi mumkin. Bularning barchasi og'zaki gap. Sizga kerak narsa rasmiy javob. Rasmiy javob bo'lmasa, sudda nimani rad etish, nimaga e'tiroz bildirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir murojaatni yozma qiling yoki elektron portal orqali yuboring. Javob raqami, sanasi, mas'ul tashkilot nomi bo'lsin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pul qayerdan va nima uchun ushlanganini aniqlang. Bank kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, bank ilovasidan operatsiya tarixini oching. U yerda kim yechgan? Qanday izoh yozilgan? MIBmi, bankmi, boshqa tashkilotmi? Ko'rinadi. Keyin bank filialiga borib, muhr bilan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Ko'chirmada pul tushgan sana, summa jo'natuvchi tashkilot, pulning maqsadi va yechilgan sana ko'rsatilishi kerak. Ikkinchi qadam, pulning manbasini tasdiqlang. Agar bu pensiya bo'lsa, pensiya jamg'armasidan pensiya tayinlanganligi va oylik miqdori haqida ma'lumotnoma oling. Agar bu bola puli yoki ijtimoiy nafaqa bo'lsa, mahalla, ijtimoiy himoya organi yoki tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma oling. Agar bu aliment bo'lsa, sud qarori, ijro varaqasi yoki MIBdan aliment undirilayotgani tasdiqlovchi hujjat oling. Agar bu ish haqi bo'lsa, ish beruvchidan maosh haqida ma'lumotnoma va ushlab qolish varaqasini oling. 3-qadam, ijro ishi bor yo'qligini tekshiring. MIBning hududiy bo'limiga boring yoki elektron xizmatlar orqali qarzdorlik va ijro ish haqida ma'lumot oling. Sizga ijro ishi raqami, ijro hujjati kim tomonidan berilgani, qaysi sana ochilgani, undiruvchi kimligi, qarz miqdori va qancha summa undirilgani kerak bo'ladi. Agar sizga ijro hujjati nusxasini bermayotgan bo'lsa, yozma ariza bilan so'rang. Qarzdor o'ziga nisbatan yuritilayotgan ijro ishi materiallari bilan tanishishga haqli. 4-qadam, ushlab qolishni to'xtatish yoki kamaytirish haqida ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak: mendan undirilayotgan pul qonuniy cheklovlardan oshmoqda, yoki ushlab qolingan pul ijtimoiy to'lov hisoblanadi, yoki bu mablag' farzandim ta'minoti uchun aliment sifatida kelgan, yoki pensiyamdan ushlab qolish oilaviy va sog'liq holatimni og'irlashtirmoqda. Arizaga albatta ko'chirma, ma'lumotnoma, pasport nusxasi, ijro ishi raqami, tibbiy hujjatlar, qaramoqingizdagi shaxslar haqida ma'lumotni ilova qiling. 5-qadam, agar bank avtomatik yechib olgan bo'lsa, bankka alohida talabnoma bering. Talabnomada falon sanada hisobimga falon tashkilotdan ijtimoiy to'lov tushgan, mazkur pul falon qarz bo'yicha yechib olingan. Ushbu mablag'ning manbasi qonun bilan himoyalangan. Shuning uchun yechilgan summani qaytarishingizni va kelgusida bunday yechimni to'xtatishingizni so'rayman deb yozing. Talabnomani 2 nusxada topshiring. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi xabarni saqlang. 6-qadam, pensiya jamg'armasi yoki to'lov qiluvchi tashkilotga murojaat qiling. Agar pensiyangizdan ushlab qolinayotgan bo'lsa, qaysi hujjat asosida?
Qaysi foizda va qaysi muddatgacha ushlab qolinmoqda deb so'rang. Sizga hisob kitob berishsin. Ba'zan odam 5 yil oldingi qarz bo'yicha pul ushlanayotganini bilmaydi. Qancha qolganini ham bilmaydi. Bu noto'g'ri. Siz qarz qoldig'ini, undirilgan umumiy summani, har oylik ushlab qolish miqdorini bilishga haqlisiz. 7-qadam, prokuratura yoki yuqori turuvchi organga shikoyat qiling. Agar MIB yoki bank arizangizni ko'rib chiqmasa, javob bermasa, yoki ochiq oydin qonunga zid ravishda pulni ushlab qolishda davom etsa, yuqori turuvchi MIB boshqarmasiga, Markaziy bankning murojaatlar tizimiga, iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga yoki prokuraturaga murojaat qilish mumkin. Shikoyatda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Sana, summa, hujjat raqami, kim ushlagan, qaysi to'lov manbasi, qaysi javob berilgan. 8-qadam, sudga murojaat qilish. Agar ma'muriy yo'l bilan masala hal bo'lmasa, sudga da'vo arizasi yoki shikoyat kiritiladi. Da'vo mazmuni vaziyatga qarab bo'ladi. Ushlab qolishni noqonuniy deb topish, ushlab qolishni to'xtatish. Ushlab qolish foizini kamaytirish, noqonuniy ushlangan summani qaytarish, bank yoki tashkilot harakatini g'ayriqonuniy deb topish. Sudga borayotganda dalillar to'liq bo'lishi kerak. Sud hissiyotga emas, hujjatga qaraydi. Menga qiyin bo'lyapti deyish yetarli emas. Mana pensiya miqdori, mana dori xarajatlarim, mana qaramog'imdagi shaxs, mana ushlangan summa, mana pul manbasi deb ko'rsatish kerak. 9-qadam, alohida hisob oching. Agar siz ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz, uni kredit to'lovlari, savdo tushumi yoki qarindoshlar o'tkazmasi bilan aralashtirmang. Bankdan alohida karta oching va faqat shu to'lovlar uchun ishlating. Agar kredit olgan bankingizda karta bo'lsa va aynan o'sha bank avtomatik yechib olayotgan bo'lsa, qonun doirasida boshqa bankda ijtimoiy to'lov uchun hisob ochish imkoniyatini ko'rib chiqing. Lekin bu qarzdan qochish degani emas. Bu faqat himoyalangan mablag'ni noto'g'ri yechib olishning oldini olish chorasi. 10-qadam, qarzni tartibga soling. Men doim aytaman, qarz bo'lsa, uni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin qarzni to'lash tartibi adolatli va qonuniy bo'lishi kerak. Bank bilan restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, jarimalarni kamaytirish, bo'lib to'lash bo'yicha yozma kelishuv qilishga harakat qiling. Agar ijro ishi ochilgan bo'lsa, ijrochi bilan to'lov grafigi haqida rasmiy kelishish mumkinmi? Shuni so'rang. Ba'zan odam har oy 300 ming so'mdan to'lashga tayyor, lekin tizim birdan 1 millionni ushlab qoladi. Yozma tartib bo'lsa, nizolar kamayadi. Hayotiy vaziyatlarni yana aniqroq tushuntiraman. Birinchi vaziyat: pensioner ayolning pensiyasidan kommunal qarz uchun pul ushlanyapti. U oyga 20.500.000 so'm oladi. Har oy 750 ming ushlab qolinadi. Ayolning dori xarajati oyga 600.000 so'm. U arizaga dorixona cheklari, shifokor tavsiyasi, pensiya ma'lumotnomasi va ijro hujjatini ilova qiladi. Sud yoki ijro organi uning ahvolini hisobga olib ushlab qolishni kamaytirishi mumkin. Ikkinchi vaziyat: bola puli kartaga tushgan va mikroqarz tashkiloti uni yechib olgan. Ona bank ko'chirmasini olib ijtimoiy to'lov ekanini tasdiqlaydi. Avval banka va mikroqarz tashkilotiga talabnoma beradi. Qaytarishmasa, sudda mablag'ning manbasi himoyalanganini ko'rsatadi. Bu yerda eng kuchli dalil tushum izohi va ijtimoiy himoya organining ma'lumotnomasi bo'ladi. 3-vaziyat: ish haqi kartasi to'liq bloklangan. Xodimning oilasida 3 farzand bor. Maosh 4 million so'm. Kartaga blok qo'yilgani uchun 1 so'm ham yecha olmayapti. Bu holatda bankdan blok kim tomonidan qo'yilganini aniqlash kerak. Agar MIB bo'lsa, ijrochi bilan bog'lanib, maosh hisobiga cheklov qo'yilganda xodimga qonuniy ulush qolishi kerakligini bildirish zarur. Kerak bo'lsa, ish beruvchi maosh hisobini tasdiqlab beradi. Keyin blokni qisman yechish yoki ushlab qolish foizini belgilash so'raladi. 4-vaziyat: qarz allaqachon to'langan, lekin pensiyadan pul ushlanmoqda. Bu ham juda ko'p uchraydi. Qarzdor bankka pul to'lagan, lekin bank ijro ishini yopish haqida MIBga o'z vaqtida ma'lumot bermagan. Natijada yana 2-3 oy pul ushlanadi. Bunday holatda to'lov kvitansiyalari, bankdan qarz yopilgani haqida ma'lumotnoma, MIBga ijro ishini tugatish haqida ariza beriladi. Ortiqcha ushlangan pulni qaytarish talab qilinadi. Bugungi asosiy fikr shunday: qarzingiz borligi sizning barcha pulingizni cheksiz ushlab qolish mumkin degani emas. Pensiya, nafaqa, aliment, ijtimoiy yordam, ish haqi bo'yicha qonunda alohida qoidalar va cheklovlar bor. Agar pensiya jamg'armasi, bank, MIB yoki ish beruvchi pulingizni asossiz, ortiqcha yoki noto'g'ri manbadan ushlab qolayotgan bo'lsa, siz bunga rozi bo'lib jim yurmasligingiz kerak. Hujjat to'plang, yozma ariza bering.
rasmiy javob talab qiling. Zarur bo'lsa sudga murojaat qiling va noqonuniy ushlangan pulingizni qaytarishni talab qiling. Men sizga eng muhim yo'l xaritasini berdim. Ko'chirma oling, pul manbasini tasdiqlang, ijro hujjatini tekshiring. MIBga va bankka yozma murojaat qiling. Javob bo'lmasa yugurib organga yoki sudga boring. Bu qadamlar ko'p odamga pensiyasi, bola puli, alimenti yoki maoshining noqonuniy ushlab qolingan qismini qaytarishga yordam berishi mumkin. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing, qaysi pulingiz ushlab qolindi, qancha summa, bankmi, MIBmi yoki pensiya jamg'armasimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki o'z huquqini bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham himoya qila oladi.